Kobaltni shoka svetidan izlagan azizlarimiz uchun qoraga tortadigan chiroyli svet. Buni ham o'zining ishqibozlari bor. 3-pakalina praba qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Yangi balonlar taqib qo'yilgan. Qirilib chizilib ketmagan 2020-yilda ishlab chiqarilgan mashina. 74 ming probegida deyilmoqda. Chexol polik qilib olamiz. Mashina ilk pozitsiyada. Kraskasi top-toza deyilyapti. Hech qayerda kraskasi qirilgan, chizilgan joylari yo'q, aynalib ko'rdik. Mashina o'ta tiniq holatda turibdi, minishga tayyor. Olgan odam mazza qilib minadi, hech qanday xarajati yo'q deyilyapti. Aynan bu mashinalarni akalarimiz bizning kanalimizda obunachilari uchun 120 million so'm bo'lsa berar ekanlar. Kimga qiziq bo'lsa telefonlarga aloqaga chiqib bosamiz. Bozorda bundan arzon yo'q, bosamiz. 95 004 16 22 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, kimga qiziq bo'lsa akamizdan olib ketamiz.